Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, JCB ishqibozlari. Xudo xolasa mana 3CX Plus modellarimizdan yangi partiyasi keldi. 3CX Plus modellarimizni Stopegashga ketyapti. Bugungi navbatdagi mijozimizga xudo xolasa Nukusga ketyapti. Yig'inlarga tabriklayman aka. Davomli bo'lsa. Rahmat. Niyat qilgan edilar, 2-3 marta kelib ko'rib ketdilar. Yo'q edi bizda, kutdilar. Mana kelgan bu partiyasidan xudo xolasa mana yig'inlarga olib ketyaptilar. Foydalanib qolinglar, juda ham zo'r, qulay shaklda topshirilyapti. Erlarga mana JCB'ni tanlashingizga nima sabab bo'ldi? 2 marta, 3 marta keldingiz. Bozorni o'rgandingiz aka. Bozorni o'rgandik, bir-ikki marta Xitoy texnikalarini ko'rdik, u yoqmadi aka. Shu bir-ikki oy kutishimizga sabab JCB olish niyat qildi-da. Tabriklayman aka, davomli bo'lsin. Rahmat aka. JCB nomeradan kelinglar, foydalanib qoling sizlar ham. Erlarga ko'pchilik qiziqishadi, qanaqa qilib JCB to'xtamga kelganingizni bitta gapirib berasiz mijozlarga. Endi uzoq vaqtdan beri samarador ish faoliyatida yurib kelib, Xitoy texnikalarini ko'rdik, bir-ikki oydan beri bozorni ham o'rganib chiqdik. Haydab ko'rganlar bor, haydamaganlar bor, hammasidan so'rab surishtirib, oxiri JCB olishga keldik. JCB jamoasiga qanaqa baho berasiz? JCB jamoasi zo'r aka, olish maslahat beraman. Dunyoda ekskavatorlar Jamoadan kamchilik bo'lmadimi? Ishingiz tez bitdimi? Yo'q, tez bitdi aka. Tabriklayman, davomli bo'lsin aka.